qaysi mahirlarning qandoq go'zal kuylariga jo'r bo'lamiz. Diqqatinglar, video İpek Yo'li sadosi programmasida bo'lsin. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Nima bu? Radio. Nima endi qanday maqsad qilib ketdim? Bak ko'ki bo'lsa, jigan yaxshiroq uyqu sifatini yaxshilaydi ekan. Men anglaykan bu. Qizli bo'lsa, toksinni haydab, ishni ravonlashtirdi. Rahmat. Namuna olgan rahmat. Tabiiylik va soflikni asos qilib ishlangan Kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo sodichaklik shirkati mahirlarga omad tilaydi. Ekranidagi aziz ko'rmanlar, tabiiylik va soflikni asos qilib ishlangan Kozor mahsulotlari har millat iste'molchilar tarafidan tabiatdan kelgan sovg'a deb ta'riflangan Xinjiang Pavideo sodichaklik shirkati programmamizning tojdorligini oldi. Bu programmamizni rayonimiz yangi taratquv sohasida ushqandak taraqqiy qilayotgan mazmuni sarxil, e'lonsiz, suzuk filmlar mujassamlangan izlash aptitali alohida talab qilgan. Rayonimiz tavasida tabiiy ichimlik ishlab chiqarish sohasidagi g'olliq korxona Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik cheklik shirkati programmamiz bilan strategik hamkorlashdi. Bu programmamizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi, tashqin yurishlik sog'lomlik mahsulotlari va tartuq yurishlik kolalari alohida qo'lladi. Bu programmamizga Sertan Alga Chipasi qatorliq patentlik oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yengnur Bio Pan Texnika cheklik shirkati yaqindan yordam bergan. Lin Zhongmiao。大家好，我叫艾热体阿里夫，来自叶城县。Salom, men G'ayrat G'olib. Hozir xizmat o'rnim bo'lsa, bizniki Xotan Qarqashda bir klubda ishlayapman. Meniki shu musiqaga bo'lgan, naqshiga bo'lgan ishtiyoqim kichikimdan tortib o'ydikilarniki meni qiziqtirishi bilan boshlangan. Hamda bizniki har qaysi kasbda bo'lsin, har qaysi naqshi kasbda bo'lsin, shu naqshiga ishtiyoqi bor qanday do'stlarimizniki o'zining mush kasbda san'at maktabida o'qish qildi, lekin bu orzuga yetolmadim. Men o'zim yoqtirgan kasbda o'qiganmadim, lekin mayli qandaqlik bo'lsin, o'zimniki shu naqshiga bo'lgan ishtiyoqim hozirgacha o'tdek lavildab yenyotidi. Bu qitimliq İpek Yo'li sadosiga qatnashishdagi sababim shu o'zim hurmatlaydigan ustozlarniki e'tirof qilishiga hamda barliq do'stlarimning shu tomoshabinlarning menga bo'lgan intiloslarini anglash hamda bundan keyin san'at hayotimning tixim yaxshi bo'lishini umid qilaman. Rahmat. Bizning birinchi darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Pavideo sodichaklik shirkati 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tortiqlaydi. İkinci darajalik mukofotga erishgan mahirni Xinjiang Belikyar elektron pan texnika shirkati izlash aptitali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tortiqlaydi. Üçüncü darajalik mukofotga erishgan mahirimiz bo'lsa Xinjiang Yashin tibbiy dorigarlik cheklik shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tortiqlaydi. 4. darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tortiqlaydi. Albatta 5. bo'lgan mahirimizga mukofot buyurimiz bor. U bo'lsa 5. darajalik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Yengnur Bio Pan Texnika cheklik shirkati 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tortiqlaydi. Bizning bu mukofot buyumlarimizga erishishmi argiz oson emas. Shunlashqa mahirlarimizning mana shu katta imtiyozlarimizga erishish uchun davomli tirishchilik ko'rsatishini, o'zining eng yaxshi holatini bu sahnada namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz.来不及思考，就开始奔跑，总觉得外面世界多美好，用几滴眼泪才换来骄傲。我要这光荣，哪怕只有1秒。角落太接近了，城市太喧闹，这世界很忙，其实我都知道。离开了地面，却随风飘摇，决定要走遍天涯，心比天高。我就像那一只林中的河流，努力争夺，冲向蓝天怀抱。双腿，闭上了双眼，远方离我只有1步之遥。我就像那一只林中的蛇。
是笨吧，总觉得外面世界有多美好，用几滴眼泪才换来骄傲。我要的光荣，哪怕只有1秒，就都太接近了城市的喧闹。这世界很忙，其实我不知道。离开了地面，就随风飘摇。决定要走遍天涯，心比天高。我就像那一只林中的小鸟，努力争夺，冲向蓝天怀抱。勇敢地张开双臂，闭上了双眼，远方离我只有1步之遥。我就像那一只林中的小鸟，只图望月孤独，有谁知晓？那带血的羽毛，不向命运乞讨，街道只能让我越飞越高。那一只林中的小鸟，努力争夺，冲上蓝天怀抱。勇敢地张开双臂，闭上了双眼，远方离我只有1步之遥。我就像那一只林中的小鸟，举头望月孤独，有谁知道？那带血的羽毛，不向命运乞讨，街道只能让我越飞越高，街道只能让我越飞越高。这一只林中鸟，这一只林中鸟。哎。Assalom ustozlar, ekran oldidagi barliq qarindoshlar. Mening ismim G'ayrat G'olib. Men Qog'iliqdan keldim. Amdan bo'ldi bu ish. Unda o'g'andikin biz intayin xushalliq bilan mushu 4 muallimning tang aylanğını bizning bak yaxshi cho'ng natijamiz deb seni tabriklamoqchi. Muborak bo'lsin. Bunda aytganda o'zingmi zoti bir jon jahling bilan jiningni tikib qo'yib aytding biz. Talab qilganimiz shu. Sen aytmoqchi bo'lgan mushu naqshga mas'ul bo'l, uni ichiga kir. Jon jahling bilan mushuni to'g'ri ijro qilishga tirishqin. Hammani unutilib boqqan mushu naqsh jarayonida desak, bizning o'quvchilarimiz ba'zi narsani unutilolmay, uyini, boshqa nurg'un narsalarni, o'qishni, muallimlarni, qo'ydigan nomerni aylanmasligini jiq o'ylab olib, bunda kayfiyatga kirmayotdi-chi. Mushu o'quvchimizdan ulgu elishinglarni umid qilamiz. Buni naqshimi o'sha o'xshash naqsha sizlarnikidek. Biroq ma bola hamma narsani unutilib, mushu naqshi uchun harakat qildi mush sahnada 5 minut. Shunga boshqa o'quvchilarimizdanmi o'zi ijro qilayotgan naqshiga hayotini 5 minut hayotini butun beg'ishlash ro'y bo'lishini umid qilamiz. Ko'pdili ma'lum biz uchun o'rindiq aylantirgani yomon katta ish bo'ldi. Mushundaq uslubdagi naqshlarni yaxshi ko'raman. Men san'atni yaxshi ko'rishda, san'at kasbiga kirishda, san'at bilan shug'ullanishda hech bir uslub, hech bir shakllarni chetga qoqib boqqan, yoqtirdim, men hammani yaxshi ko'raman. Haqman bo'lyapti emasman. Biz 2019-yili men muzika yetakchi nazoratchi bo'lib, rayonimizda tunji navbatlik simfonik orkestr bilan shu istirada zamonaviy elektron chalg'ular birlashgan bir yangi yil kechasini qildik-da. Osh kechilikda men bir naqshchini ko'rib shunchalik qoyil bo'lib, kechda so'rinda yongandan keyin bak yaxshi aytding desam, bola ko'z yosh chiqib qoldi. Keyin bilsam, Jungo Xavshingning sahnasiga chiqib yaxshi natijalar bilan qaytgan ekan, mushkul uslub naqsh aytdi, karomat aytdi. İçine kirib. Men bugun mushu enimda shu ruhni his qildim.
Shundaq tuyg'uni his qilib turib o'rildim. Mayli birinchi bo'lib o'rlay, mayli tang o'rlay, ikkinchi o'rlay, bu muhim masala emas. Mening guruhimga kelishni qizg'in taklif etaman, qarshi olaman. Mana degan istilmish mumkin. Bizniki har bir bosqichda o'zimizning xoslik alohidalik bilan eng yaxshi bo'lgan talant mahoratimizni ifodalashda men eng yaxshi yordam. Bu yaxshi bo'ldi. Endi Mavlon. G'ayrat oxir keldim ukam, muborak bo'lsin. Ya oxir ko'rishdik. Biz azroq sirtdan tunishimiz ham tunji yuz turan ko'rishimiz bugungi deyman, ha? Shundami? Ha. Ani keyindan bu idimiz Yuz turani bugun ko'rishdan yuz turmani ko'rishgan masala. biz mavzuliqda Ündüdar turani ko'rish qilib aka, beshin turani. Beshin turani ko'rishgan. Bu inimiz bilan beshinlar bor. Ondan bu inimizmi aka men keldim dedim. Keldim dedi, hal deb qo'ydim, unda ortiq paranglashmadik. Shundaq-ku? Mana bugun yanzang bilan chiqdim ukam sen Turani. Shunda bo'lganda qara. Qolgan ustozlarni o'rlibdi. Yaxshi tarafinglarni muayyanlashtirib, ancha-munchisini maqtab qildi qara. Lekin qara. Men birinchi bo'lib o'rdim-ku. Men birinchi bo'lib o'rgib o'ylagandim hamda-chi. Bu o'xshash. Ma amsa gapimiz gapmisha keljuma. Sen yoq qarab tur. Kirabsa kamansa. Hozir javob bas bo'lmaydi. Alsam alamujuma akam. Uni sinab chiqadigan vaqtim bor. Hozir 3-o'rinda ma ikki ustoz ma'voliqqa sana bo'lgan nimalarni baholarni bir davasi bor. Qani? Pek ig'irg'u. Şu akam meni pek hayacan sebepte abay xuddi siz degandek odam muştaq sahnada bo'lib, muştaq surba bir sahnada, musobaqa sahnesida o'zini unutib turib aytish bu oson emas-ku. Biz hayotimizda nurg'un tanlashlarga uchraydiganmiz. Bu tanlashda bizga ham muhabbatga ergishadiganga, ham qo'rqishga ergishadiganga bir xil ikki xil yo'l bor ekan-ku. Nurg'unlarimiz qo'rqitdi ekanmiz, o'zimiz qo'rqitib. Xuddi Abdulla akam abay degandek, voy o'yam batdi, balam batdi, voy ruxsat so'ramaydim, bu. Shu birinchi qadamni olmay turib, bir muncha ishkilnish, bir muncha g'am, ushaq gapga shunday jiq bo'ldi ekan. Lekin muhabbatga ergashgan vaqtimizda men mush kasbni so'yman. Men mushu kasb uchun men qancha jafolarni cheksammi, qanday qiyinchiliklar uchursam men rozi, mayli deydigan holatga kelgan vaqtda xuddi sizdek mushu sahnada o't bo'lib chaqnab chiqalaydi ekan-ku. O'zini unutgan holatda mushu portlab chiqalaydi ekan. Siz muhabbatga ergashdingiz, siz to'g'ri qildingiz ukam. Shunchalik yaxshi aytdingiz. Demak, mening guruhimga kelsangiz sizni qizg'in qarshi olaman ukam. Men sizdek mushtaq uslubdagi bolalarni shunda qo'llayman, ham mushu uslubni so'yman, ham mushu uslubda nurg'un asarlarni qilg'im bor. Qandaroq o'zingizning ro'y kayfiyatdan shunda bir xil umdan Kayfiyatim maytdi yaxshi bo'layotdi. To'xta endi biz Ayshugul muallimning taqiqipi va ana olsang taxminimda işte ya qarab turiver. Ben bu xalq naqshisi aytgan bilan muzikaning har sahasini huzurlanayman. Bugun men sizning shu naqshingizni huzurlandim. Men sizni xuddilik Latin Amerikalik bushaq bir yovgun naqshchilar bor. Bizda bor. Shularni ko'rgandek bo'ldim. Birinchidan sizda chiroyingizning bir tip bor, chiroyingizning alohidligi va o'zingizniki butun mush naqshi aytishingizga mushuliqni bo'tgan to'sqinlik bo'tgan barliq psixik bisimlarni yengib bo'psiz. Sizdan men shunday bir ruhiy erkinlikni bildim. Qarang, mush sahnani xuddi o'zingizning uyingizdek shunday erkin ozoda hamma yerni shunday to'liq nim qilib foydalandingiz. Bir ortiq harakat yoki bizning ko'zimizga sig'magan azroq harakat yo'q. Hamma harakatlaringiz shunday qoidalik, shunday nima yiqishlik büyük bir safa var. Şununla mankasını ziyan tatmayısınız. Muş malumlarının qaysi kesini ziyan tatmayısınız. Ben küçükümden tatip otpa ailgelermi şu. Dadam ot altın tavlaydigan ot mu ya naqshaydigan ot mu? Naqshaydigan. Keyin altın tavlaydigan ishlatdik da uni. Küçükümden tatip qiziqaman. Küçükümde başlangıç mekteplarda naqshay tamlagan bilan usulni birinchi ochib qo'yadi, usulni aytdi.
to'liqsizlarga chiqqan vaqtida naqshida talantimni sezdim. Ballarning oldida ishki ballarning oldida naqsh etadigan bo'ldim, sinfda naqsh etadigan bo'ldim, maktabda naqsh etadigan bo'ldim. Ashta qilib qiman jamiyatda naqsh etish, maktabda naqsh etish oson deb o'ylab qoptiman. Bak jiq yo'llar bor ekan. Opamga rahmat aytaman, cho'ng'anamga rahmat aytaman. Hatto 2016-yilda tartib men Jungo Qush ovozi programmasida qatnashib, ishkirlarga bordim. Mushu sahnaga chiqishim endi meniki, mayli ishkirga chiqib bir sahnaga chiqday. Men hurmatlaydigan, mening ovozimni tonyalaydigan, meni yetaklaydigan ishta bir sahnaga chiqib mushu ustozlar bilan ko'rishganligim eng chong baxtim deb his qilaman. Rahmat sizlarga. Shunda bo'lsa, biz vaqtni ching tutib qara. Sening ko'nglingdagi planing bo'yicha ma'lumotlar hammasini ayt qizg'in ifoda bildirdi. Taza 10 sekund o'ylab olibla, vong qipla da. Sening eng oxirgi qaroring? Mening eng oxirgi qarorim Abletlar. Naqşınız hem avazınız köngüllerini mehliya hem şat eyledi. Sizden suyunduk. Neticeniz belki sizin suyundu. Bunundan keyinki basqıçlarda yeni sizden suyunuşluk neticelerini kütümüz. Mevlan muallimni tövende etilmoqchi bo'lgan naqshni e'lon qilib berishga taklif qilaylik. Aqtur bilikim deydi. Shuni bir anglab baqala. Oqtur bilkim, oqtur yarey, yardan telim yoktur. Oqtur bilkim, oqtur yarey, yardan telim yoktur. Yardan telim bolsa yarey, ölsem armenim yoktur. Yardan telim bolsa yarey, ölsem armenim yoktur. Aqtur bilkim, aqtur yarey, bilsem yürgüm paktur. Aqtur bilkim, aqtur yarey, bilsem yürgüm paktur. Ishqingni manga saldi yarey, bu derdimge davo yoktur. Ishqingni manga saldi yarey, bu derdimge davo yoktur. Ayağımda mezarım yok,
yağımda madarım yok yarey el bilen bana almayman edeldim telim şunda yarey men kimden yamallayman edeldim telim şunda yarey men kimden yamallayman Ustozlar, ismim Irfon Nabi, o'zim G'uljinal Qunayisdan keldim. Davom nima ish qildigan degandek. Men shu Nayada kechlik klubda. Ha, mushnimi bilgimiz bor. Menga qilay, tag'allarga gap qilish o'rgangan ekansiz. Jim tursin. Gap qilish. Bu enim yaxshi aytdi bu naqshini. Net güzel aytdi. Elining naqshilarninki shu puroq hissiyot tuyg'ulari meningcha yaxshi ifodasini topdi bu inimdagi. Ovozim ochiq, yo'riq, ravon, mangda masala yo'q. Hamda meningki o'quvchilarim sal ko'p bo'lib qolib, yanami yaxshi bir tanlash fursatlarini mahrum qolmay degan bir ish bilan sal saqlab qoldim enim. Boshqa o'qituvchilarninki o'rilishini kutib. Ammo qarsam hech kim o'rilmagan ekan, bundoq yaxshi ijroga bir o'qituvchining aylanmay sizning sahnadan chiqib ketishingizga ana kasbiy axloq nuqtasidan anan qarab turmayli o'rildim. Boshqa gap yo'q. Mening gruppam kelishingizni qizg'in qarshiladim. Yoshlardagi jasorat va olg'a intilish ro'yi qimmat. Jismidan jo'shqinlik yilinjab turgan Mayir Irfon Nabini Abdat muallimning tashqin guruhiga tanlanganligi bilan tabriklaymiz. Keyingi bosqichlarda ustozimizning yetaklashida yanada zo'r natijalarni sizdan kutamiz. Ama yaxshiroq bir ish bosqichi tavsiya qilsam. Vay, ta'limga adashdasan. Mana bu Yangi şirketiningki Sertan Alga ish bosqichi. Sen ishkine vaqtga meni ta'limga kelibirni sen ishilta adash. Sertan Alga Chipassi qatorliq patentliq oliy mahsulotlar bilan olqishga erishgan Xinjiang Yangi Nur biopantexnika chekish shirkati Mayirlarga omad tilaydi. Shu Oyshigulni ilon ishlariga xeli ipovaga deb yana bir narsa e'lon qilib bersin demoqchi. Esletti konu nakşiller yürekteki için muhabbetni konarızın Denedi konu peride belki hazır konu nakşiller lekin Demiş aha yıkımlık avaz Kona tonuş konu savadaş Kona nakşa Sen kona emez Kona nakşa Acayip heves Kona nakşa Sen kona emez Kona nakşa Acayip heves Esletti konu nakşiler Yürekteki için muhabbetni Kona dostni Kona kuchini
Sağlanıdı konu pədide Belkim hazır konu nakşinla Lekin onu Təmiyib yeni Tonuş aha Heyqimlik avaz Kona tonuş konu savaqdaş Kona nakşar Sen kona emez Kona nakşar Acayip heves Kona nakşar Sen kona emez Kona nakşar Acayip heves Acayip heves Kona nakşar Sen kona emez Kona nakşar Acayip heves Salam. Hop. Salam mening hayot yo'limdagi, san'at yo'limdagi ataliq o'rinda meni yetaklayotgan, tarbiyalayotgan sevimli ustoz Abdulla Abdurim. Salam mening hayot yo'limdagi, san'at yo'limdagi har bir qadamga chavoqlarni berayotgan, meni bak qadrlik inis ko'rayotgan sevimli to'rt ustoz. Salom olsun. Hozir naqshideklar. Naqshining tatlı tuyg'ulardan chiqmay tursaqlar yana bu go'zal so'zlar bilan taqamma. Ustoz, rahmat. Nimaga kelib qolding deb bir so'rayotganda javob bering. So'raydi. Salom ustoz. Ustozlarning xabarida bor, rejissyorlar guruhining xabarida bor. Men Ipak yo'li meni cho'ng qilgan desam bo'ladi. Birinci, ikinci, üçüncü kararda, aldığın iki kararda, akısepte, üçüncü kararda, yetekçi okutukçusu Qatarda, İpek yolunda turup hizmeti boğan ben, dördüncü kararda, özümün hizmet aldıraşlığı bilen, subjektif meseleler bilen, kilemey qalğan. Bugün 5. karar, per video, İpek yolu sadasıga, dört ustazımızga, salam bergeç, şundaqla bu, köp adamlar oylaydı ustaz, nime degen peyzi bu orundukta olturuş, basıdı iken, tallaydı iken, basmaydı iken, tallamaydı iken dep nurgan adam oylaydı lekin körörmenlerge şu eğiz gapni qilgim keladi. Gerçi ben bu orundukta oturup bakmışsam bu orundukta o'taqanlarning qanchalik kuyginini kech-kechlab anlaganman. Bu orundukta o'ltirish sizning kasbiy safaringizdan emas, buning aqidagi qiyinchiliklar bek ko'p bo'lg'ashqa men Muşu tüsüyümlük töt ustazımga, mesela demiş pişanamni iştirip koyup, er kişidek nakşı eğite diyen suyumluk ustazım. O suyumalımga. Gene Şincan Zayıştan'da çoğun boğan ben Abla Takam'ınki stüdiyasını kırıp çavatkan peyçilerini körüp oğurlukça anlat çoğun boğan ben. Yani suyumluk ustazımga. Mevlan Akam bizden, Mevlan Akam özden tüven bir iki karar. Tüven ballağa her bir çıkagan esri bizge bir derslik bop turwatıdı. Yani bu akamga rahmat. Sevimlik Aygül Malım biz bir neçe qitim programlarda billa yetekçi o'qituvchi bo'lib, Aygül Malım bilan uçuruş jarayonida Aygül Malımdan ko'p bilimlarni olgan men. Şuna mush to'rt ustozimga bir va'da belgilab keldim. Baş ustoz. Men Kerem Abbas ininglar mushu 5-qarar per video İpek yolu sadasida sizlarninki 4 yilinglarning guruhini tanlaganda Kerem ustam aslında nakşını çıraylık eğitip kalmay.
gap so'zlari shundoq shirin va go'zal eng yaxshi sifat so'zlarni tanlab qiladi odamning diliga güzel. endi bundoq bu go'zal so'zlar shu go'zal qalbdan chiqadi bu ukam shunchalik kamtar va kichik fil yaxshi noiti adab fazilatda shundoq odatimizga ko'nglimizga yarab kelayotgan kasb natija utuqlardan sirt oila turmush ishlarini ratlik boshqarishdan sirt shu jamiyatdachilikdagi adamgarchiliklarda shundoq o'ziniki yaxshi fazilatlari bilan bizga yaxshi eni bo'lib o'ziniki rolini tegishli rolini joriy qildirib isil yashab kelayotgan fikrlarimiz yaxshi bugungi bu naqshini men Abdulla akamninki xush keldingiz programmasida shuning atab yozib aytganida anglagan bugungi bu anglashimda yana boshqacha bir huzur yana boshqacha bir tuyg'ularda shundoq huzurlandim yangi naqsh anglagandek yaxshi aytdim ukam so'zlab kelsak gap chiq bu o'zimizning o'g'li o'zimizning bolamizga o'xshash shunday bir inimizda hamda balamiz davolayli desak yeshi hamda uningga to'g'ri kelmaydi lekin shunday mehrimiz bor bir o'zimizning o'g'limizdek shunday ko'rimiz mushu Keremjon yana bir necha bolalar bor yomon yaxshi fazilatli cho'ng bo'layotgan yetishib chiqayotgan ijodlaringlar o'lmasin biz suyunyapmiz faxrlanyapmiz bizning yenimizda mushtaq fikrlarimiz bor deb pat telefon qilib turdi ish qilib kerak bo'lsa men hozir kechillarimi soat 12larda telefonning o'chiqligini uqib qolsa men bormanmi deb qo'ydi qara nima degan zo'r bir xotirjamlik ato qiladi odamga bu gaplar biz yaxshi ishlarga chaqiramiz seni bundoq japoliq ishlarga chaqiramiz kelmaydi rahmat xo'p hamda sen bizga bergan rag'batingga bolalarga bergan madadlaringga ko'p rahmat uka rahmat davomli sahnalarda yangi asarlaringni ko'raylik murod maqsadlaringga yetkin farzanding bilan ayoling bilan shunday yaxshi bir ijil inoq oilaning bir kartizini sizib bersa davomli bizga ulgu bo'layotsa o'zing tang yoshlarga mehr muhabbatni oilaga qanday berish to'g'riliq hech qachon tatinmay mehr muhabbat berayotganligini bizda ma o yigitlarimizda bundoq donanzi juyi deydigan bir gapi bor bu muhili donanzi juyi lekin berishga tegishli muhabbatni berganligini hech kim yushmaydi bizning hozirgi davrimiz muhabbatni ifodalashga muhtoj muhabbatni ko'nglimizga sep qo'yib men ish qilib men buni yaxshi ko'raman deb qo'yib yuravergan hech kim bilmaydi hozirchi buni ifodalashimiz kerakki ondan u mamnun bo'ladi ekan shu mush bolalar shu yangi zamonning bolalari ulgu bo'layotdi yoshlarga mehr muhabbatni qanday berish va uni qanday ifodalashda hech qanday tatinish yo'q bizni o'ylasak bo'ldi qarashingiz to'g'ri ustoz Abay degandek sizlarga yordam qilg'ili oqinglarda turib yordam qilg'ili keldim ondan sirt qatnashayotgan mayirlar ustozlar necha qitim deb ketdi natija mo'yim uningdimi mo'yim narsa musobaqa jarayoni shunga shu qatnashayotgan mayirlarningmi agar xohlasanglar Kerem aka deb menga izlasanglar men mush ustozlardan maslahat ilib sizlarga ham yordam qilmoqchi eng oxirida sizlar bilan bir quchoqlashib sevib kutayman mayırlarga omad tilaydi Bayşigul malum siz yana bizga bir naqshi e'lon qilib bersangiz seni kutarman Üzüm mü yok
Sözüm yok kettin yar kaya Yollarınğa telmirdim gu Yürekte hicran Qaysi gülşen, qaysi bağdin Tapdin pinhanca Yaki seni çillidimu Köşte tulun Qaysi gülşen, qaysi bağdin Tapdin pinhanca Yaki seni çillidimu Köşte tulunma Qayerdi bu kaçanlı kel Seni kütermen Sana bolgan Pak söygünni saklap ötermen Qayerdi bu kaçanlı kel Seni kütermen Sana bolgan pak söygünni saklap ötermen Ruhsarındin gülni gıcıl kıllaydı mu Ay yüzünni ayga hemra kılaydı mu Seyyarlar ara seyli kılaydı mu Ya kimini otka seli kınaydı mu Seyyarlar ara seyli kılaydı mu Ya kimini otka seli kınaydı mu Ya kimini otka seli kınaydı mu Yaxshimisiz ustozlar? Men ismim Dilshod Ibrohim, Aqsu Avat Najdan keldim. Biz bek sen üçün hoş bulduk. Birinci biz bek hürmetleydiğin bir ustazımızdan, hammamizning ustazimizning ijodiy ahangini yeniden yana mush sahnaga qayta bir qatim chiqqanidan hoş bulduk. O'yladik biz Eminjon Yusuf akini va Eminjon Yusuf akini hamma naqshlarini ayni vaqtda butun Şinjan'da şu Eminjon Yusuf akının naqshlarining qizg'inlikqa ko'tarilgan davrlarni bir qur eslab o'tdim shaxsan men. Endi Ayşgül Malim ikkinchi bir xo'shallik ish sen uchun o'rindiq aylandiganda biz g'ayet hoş bulduk. Rahmat ustoz.
Ayşegül Malımның qısqa bir sözlərdən keyin sen bilan мұңдышайлық qeni. Seni kütərmən bu naqşı mening to'liq o'tirdiki vaqtidagi nayt yaxshi ko'rib aytib жүрген va mushu naqshlar orqali mening mahallada va maktablarda savodlashtirib ma'lumlarim to'nigan birdan bir naqsha. Bək yaxshi ko'rib aytib aytatdim. Hozirmi mushu naqsha bo'lgan muhabbatim o'chmaglik. Men mushu naqshining kuchidan o'rildim. Yana birisi sizmi buni nayt temkin yaxshi aytdingiz. Lekin buning azroq o'zimizni ufirtirgan bir joylari bor. Masalan, avji. Avji bu unchalik bakmi bir muloyim naqsh emas. Sel boş muloyim naqsh emas, liriklichida yana azroq o'g'ilbaldachilik bor. Ruxsaringdan kunni hijil qilay dedingmi? Ay yüzünni ayga hemra qilay dedingmi? Seyyarlar ara seyli qilay dedingmi? Ben bunu Oğalbalının meydanında aytadım. Çoğunqur yeri, bək çoğunqur, kәңірлігін dəlab qıldığan naqşa. Lekin, əgər mən sizin muşu naqşını tallaşını ibarət bir naqşının yaxşısını his qilish bir saparınızın yoqurluğunu bildim və yaxşı icra qıldınız. Əmdi mən sizə örlük səbəb, əgər siz man kəsiniz, bununla abayım qıdək küçünü quşumuz. Buldu rahmet. Kiydi bu. Kemen ne yapıyorsun? Şuna malımın gipine ait doğru oldu qara. Özümü men maşını oylagan. Bu ufkamamdı bu yeni ügendi bu naqşını. Bunun nispeten yeni de bu. Bu konu naqşı demeydi bu yeni zamandan buldu. Bu yep yeni bir naqşı. Hem bu naqşıdaki Ayşegül malım degendek bunda qılay dedingmi, bunda qılay dedingmi davat edemez mi? Ayşegül malım degen gapni qo'shsang andan ishlatasan bu. Bo'lmasa bunda qilay dedingizmi, bunda qilay dedingizmi dedi. To'g'ri aytgan bo'lsa, unda qilay dillimi deb. Unda bo'lsa, sening yurak buning yurak ketmaydi. Yurak ketmaydi. Sen degan batiy. Malımın bakış ketib yo'qmay kelsan bu. Yıqımlıq avazınızdan yanırğan naqşınızdan qalbimiz larziga keldi. Ustozlarning moyilligi sizni emas, bizni şadlandırdı. Ayşegül ustozning talabchanligi bilan sizning tirishchanligingiz qo'shilsa, keyingi bosqichlarda nodir kuylarga tang jo'r bo'lishni xohlaymiz. Bizning birinchi darajalik mukofotga erishgan mayirimizni Xinjiang Pay Video Sodi cheklik sherikti 120 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. İkinci derecelik mukofotga erishgan mayirni Xinjiang Belikyar elektron fan texnika sherikti izlash abditali 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Üçüncü derecelik mukofotga erishgan mayirimiz bo'lsa Xinjiang Yashing tibbiy dorigarlik cheklik sherikti 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. 4. derecelik mukofotga erishgan mayirimizni Beijing Tashqin xalqaro pay kontrol guruhi 60 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan tartiqlaydi. Albatta 5. bo'lgan mahirimizga mukofot buyumlarimiz bor. U bo'lsa 5. derecelik mukofotga erishgan mahirimizni Xinjiang Yengnur biofan texnika cheklik sherikti 10 ming yuan qiymatidagi oltin mikrofon bilan tartiqlaydi. Bizning bu mukofot buyumlarimizga erishishmi hargiz oson emas. Shunlashqa mahirlarimizning mana shu katta imtiyozlarimizga erishish uchun davomli tirishchilik ko'rsatishini, o'zining eng yaxshi holatini bu sahnada namoyon qilishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Әмісі біз нөвәтті Ablat ustozni bir naqshini e'lon qilib berishga taklif qilamiz. Chin söygü degan naqshini anglaylimi? Xo'p. 大家好，我叫Merdan Mutalifov，我来自Atuşuşa. Yaxshimsizlar ko'pchilik. Mening ismim bo'lsa Merdan Mutalifov, yurtim Atishdan. Uylik ota-onamning, shundaqla xizmatdoshlarimning, do'st birodarlarimningki
Şu man tavsiyasi orqali shunaqla qo'llash orqali İpekli sadasi programmasiga qatnashdim. Bu qatimki İpekli sadasi programmasiga qatnashish nishonim bo'lsa, men o'zim yaxshi ko'rgan naqshini aytib, ustozlarning menga bo'lgan bahosini anglab boqmoqchi, shunaqla o'zimningki eng zo'r kuchini chiqarib, oxirgi bosqichga o'tishga tirishaman. Yanımın aksi son ağrım diken Laçın konmiğan direk soymaz almiğan dilek soymaz yaşta yadı
bulup kuyap soğulup ekip çok bulup irip gitey Küye gudi Sadimen vay gülüm Keyfiyatin qanday adaş? Keyfiyat o'tqadaş. Abla, o'tdek keyfiyating muzdek kartoqning ichimliklarine keldim go. Zar isinasına kes cumadashma. Kelar birini o'tlayli. Beijing Taşqın Xalqaro Pay Kontrol Guruhi, Taşqın Yurishlik Sog'lomlik Mahsulotlari va Tartuq Yurishlik konalari mayirlarimizga omad tilaydi. Artışı da minganna 地方特色是非常重的。很多地方都唱，就是呢，每一个地区有每一个地区的有一些这个特色。如果老是看其他的没有转身，他就非常激动，他很着急，自己去把其他老师的都按掉，让他们卷上了。你看。 Suyumli ustozlar hammamizlarga atishdan kelgan Mardan Mutallibdan o'tliq salom bo'lsin, oliy ehtiromlar. Rahmat. Bilanga, hozir o'tliq salom bo'lsin, oliy ehtirom deb. Vuduqib ketdim aka. Bo'pti, mayli qara. Nima to'yg'iliqma u be. Naqshini unda qanday qilamsan o'zing? Men vuduqib ketdim aka bek. Men o'zimmi onda cho'ng saynilgan musobaqa qatnashim tunji qatim mening putim to'xtamadi aka azchil. Mudaqib turdim ish qilib yana bir yilni kontrol qilib aytdim endi. Rahmat ammalim. Shudingmi Oygul Molim degan shu sen to'g'riliq nurg'on xizmat ishab ketdi. Mush yuqurtib mengib sening yo'lingni. Bu mehr muhabbatni ko'rdingmi? Unutqamajma. Bo'ldi. Atishning naqshlari asosiy jihatdan mushundoq. Bak mo'nliq, bak chiroyli. Lekin Ablat Molim Mavlon sizlar tadqiq qilayotgan odamlar bilasizlar. Bu doirasi shunday aqlam. To'la ohanglarning ashunda o'zgarish yo'q. Bir bo'lakliklar ashunda bir ohanglar. Shunga bu naqshlarni aytib damal mundaq bu musobaqalarda alayda bir ko'rsatish ta'sirroq naqshlar. Qanday qilganda buni shunda bir ustozlarning yaxshi ko'rishiga, yaxshi anglashiga, ta'sirlanishiga erishkil bo'ldi desa, buni yoki mushu bolamizga o'xshash biroqla shu eng avjidan yuqoriroq o'rinda boshlab, chunki bundan bak yana chiqadigan avjisi yana bo'lmagandan keyin eshadan boshlash kerak ekan, yoki bo'lmasa mana bu bolamizga o'xshash benzolarni boshqacharoq qilib buni nima ayta bu deb o'tasa shu qinqaridan degandek boshlab qissa bo'g'idek texi Ablat Molim bilan Mavlon Molimga tavsiya qilyotdi qara. Bu ishlar meni yomon ta'sirlantirdi. Biz shuning uchun hamda biz ustozlarimizning ikki ig'izdan san to'g'riliq ukam baholarini anglaymiz. Xalq naqshlari baribir yana mehr issiqqa gap ketmaydi. Darhol zoda mening o'rilishimga majbur bo'ldim. Chunki bütün ijod naqshlarniki tegi xalq naqshlar emasmi?
Şununğa bu naqşılar ma bəkmi yaxdı. Onun üstüge sizin icra uslubunuz yana kelip muşu resmi muş atışlıqla alıdığan muş avaz pərdining aqıdan kildiğan bir resmi soğuqun bir avaz var. Muşu atışnınki naqşılının pərdileriga təbiyyatning o'rnatilgan bir texnik o'xshaydi. Biz endi doğrusa qandaki, lekin baribir tabiiy chiqqanga yanam yetmaydi ekan. Bana aşı pırak, haqiqiy, resmi yerlik pırakları bilen bana bek yakıp gitti. Şuna ben örüldüm. Yani birisi turuşunuz bir güzel. Turuşunuz bir güzel. Şundak resmilik, merdane turuşlarınız. Bu nakşa sizinki, bu nakşa boğan şu nemiz pozisyonunuz, icrarınız, avazlı azraq çarçaşpa. Bu iniq, avaz çarçaşpa. Lekin azraq təmtirish bo'lganda ovoz pərdi bizga faqat yaxshi xizmat qilib berolmaydi-ku. Udul shu ovoz pərdi qetib oladi, ovoz pərdini ip cho'risida biz uchun xizmat qilgan elastiklik go'shlab qotadi. Shuning bilan sizning ovozingizningki rasmiy ravon biz uchun xizmat qilish iqtidori kendiga chekindi. Lekin shundaqdimi siz qat'iy niyat kelib hech qanday masala chiqarmay aytdingiz, lekin charchaganlik, futganlik bir hissiyat geldi ama başka pırak cihatte bana bek şunda kıyılık yaktı. Rahmet. Şuna hem de menin grupam kelsiniz atış xalq naqşlarını men özüm aytamsam yaxşı götələyəm. Atışlıq acayip oxuğuşlarım var. Mesela Kamil Celil menin oxuğucum, bu Muzaffar Alim menin oxuğucum, İmam Muhammed menin oxuğucum, hazır yani qulamda 2 atışlıq oxuğucum var. Şoluğa atış xalq naqşını bermən, qandaq edişini ögütüb qoyalam, lekin özüm də aytıb baxmadım. Çünki men atışlıqlarda aytamaslığım mümkünmikin dep. Şununğa atışlıq oxuğuçlarımı xili tökbən var dep oylayman. Bu şuna kelsiniz, menin grupamga kelsiniz, qarşılama ve sizge nurgun imkanlar var. To'g'ri ijro qilib ketish bilan yetaklash, o'g'itish u ikkisi boshqa gapchi. To'g'ri. Sizni nurg'un ilmiy, sistemlik ovoz ilmiga nisbatan to'g'ri bir bilim babında shu ilmiy ovoz aytish, ovozni taraqqiy qildirish, ovozni to'g'ri ishlatish yo'llarini yetaklaysiz. Ondan hozirgacha bo'lgan cho'ng bir tajriba bor-da. To'g'ri. Sizning da'vatınız faqat tabiiylik ichidagi atishning o'zgacha bo'lgan pıraklar jihatdagi kamtarlik nuqtasini deyapsiz. Demisimi endi bu enim shundoq bir o'zi atishdan bo'lg'achqan tabiiylar o'zida shu shakllangan ijro qilish shu bir o'zgacha xoslikqa ega shu atish pıraklarni yaxshi oldi. Muzikami bek o'zgacha ro'yigin uslubi shaklda tankash muzikami o'zgacha. Adam boshlanishda faqat bu naqshning boshlanishini o'ylab yetmegen bir ahvalasida shunda bir güzel bir yaxshi maslash bo'pti deb qaradim. Hop, Aygül Malim. Biz Ayşegül Malim bilan ikkimiz shu ovozini anglaplam shunda hayajonlandik. Ayşegül Malim beshida aylandi. Lekin uning keyindan men aylandim. Ilqi Yuanver. Haqiqat o'ztam bilan aslitamni biz atishga bormasaqmi atishga bag'izgandeklam his qildingiz-chi bizga. Shu ovozingizning tusi, masalan, shu shundayniki bixa deymiz, jiplishi, shu rasmiylik atish xalqininki ovoz tusiga xoslam, titrash, titirgan ovozlarmi? Balkim bizmi do'rab bo'lmaymiz uni. Shu atishniki tuproq, muhit, sening o'sib yetilish, shular bilan munosabatli bo'lishi mumkin u tuproqniki. Enjiri, üzümü qo'shilib ashunda maşallah tuproq klimat, havo klimatlidan ta'sir bo'ldi. Sizda vatgan titrash shundoq yaxshi o'rinlab berdingiz. Shunga hayajonlanib ketib, bu ishki akamni o'rlamdi kelsam hech o'rilmaydi. Shu mushtoq qilib ichga kirib ketibdi. Bugun naqshimizni yeb kelsam, voy isit, voy aqldan deb shuningga naqshisi tutib ketgan o'xshaydi bunni. Meninkini besvetda qirami o'rilmaganda. Razi jumalaki. Razi. Unda olsa tanlashni sen bir tüydüm ya işte razı.
Elem bo'ldi. Ma'lumlarga ait yaxshi baho berdi qara. Dunyoda hamda mush yeshingda necha yosh kishida? 29 yosh kirdi ekan. Yosh ekan bu taqa. Yosh ekan. O'qish bitagandan keyin praktik qilib tijorat qilgan bo'ldim. Andan bizningki do'st birodarlarimizning meli jutilda u bu taklif qilgan bo'ldi, to'yni naqsh etdim. Shunday qilib tirishib ish qilib naqsh kasbini yaxshi ko'rmayman bular. Hozirmi aytayotamiz to'yladi? Aytmayman, bek yaxshi ko'rmayman bu naqsh kasbini. Meningki Mishtab uyda men bir o'g'il, ikki ocham, bir singlim, anam dadam qarab o'tiraqliq menga javob 10 qitim ish ko'rib bo'ldi beshinda. Qayda bo'ldi bolam? Qayda chiqdingmi? Qayda natija qozondingmi deb o'zim ansirdim men bunda cho'ng sahna chiqib beqim tunji ketishim meni. Chiqib baqa emas men bunda sen. Uduqdan hozir og'zim gapim kelmadi to'g'ri. Mayli, ishim bo'ldi. Sarab turibchi, men amaliyot bir shirkatning setish bo'limi xodimi men. Men sana uduq qilgan narsa bo'lgan uduqtirib etdi. Agar sotadigan bir narsa bo'lsa aqcham ishadi. Naqshani bir so'tishma qilmayapti. Ağzı qaymoqdek içilib ketdi biraz satib. Çaq. Hadi güzel bo'ldi lekin naqsha. Uydagilarga yetsin, bu nayta chiroyli aytildi naqsha. Men ham da undan bo'ldi. Unda bo'lsa, balla, vaqtmi bir yak berib qopdi. Shunga endi ma'u inim yana davomli sizlarga taqa karamtini ko'rsatgan fursat bor. Tuvandik sanlarda 2-3 bosqichlarda endi qanday ishlar bor, taqa buni biz ko'ramiz. Shunga keyin yana davomli so'zlashaylik, keyin yana o'rganishaylik. Hozir mushu Mardan inimga biz tanlash o'zi fursatini beraylik. 4 ustozdan birini tanlab, o'zining kasbiy o'rganish hayotini boshlagay. Shuning uchun sening eng oxirgi tanlashing Sizcha bu mayirimiz qaysi ustozni tanlaydi? Qiziqsangiz, diqqatingiz kelar haftadagi Video Ipak Yo'li sadosi programmamizda bo'lsin.